Akalar, dehqonlar uchun eng yaxshi bo'lgan 760 km bloklarimiz yetib keldi. 760 km blogimizni ko'rishinglar mumkin. Benzin baklari 3 litrli benzin bak bilan jihozlangan. Motorlar 170 F motor bilan jihozlangan. Oldiga ikkita skor bilan paralarni ko'rishinglar mumkin. Paralari ham bor. Kechasi yer haydayman, kechasi ishlataman degan akalar uchun paralari ham bor. Skorlari oldiga ikkita skor, zatniga bitta skor bo'ladi. Gazlarni ko'rishinglar mumkin. Gazni o'ng qo'lda o'rnatilgan. Bu bittasi parani o'chirib yoqadigan, bittasi esa motorni o'chirib yoqadigan knopkalari. Bu 170 760 km blogimizni benzinda ishlaydi. Ko'rishinglar mumkin. Kattaligini ham ancha katta motoblok. Buni akalar narxini arzonga beramiz. 3,2 million so'mga beramiz akalar. 3,2 million so'mga beramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida, Alfa Grand do'koni. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Kelishilgan narxlar bo'yicha dastavka qilib beramiz. Undan keyingi motoblogimiz Alfa Grand brendiga tegishli 760 motoblog bu ham. Bu besparali varianti, parasi yo'q varianti. Bu ham benzinda ishlaydi. 760 motor. Skorlari oldiga ikkita, zatliga bitta bo'ladi. Buni narxi arzonroq akalar. Buni cho'ntakbob narxda ro'zg'orbob qilib beramiz buni. Ro'zg'orbob motoblogimiz. Bular narxi akalar 2,8 million qilib beramiz. Buni ham O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buni faqat baloni 400 ga 8 balon bilan jihozlangan. Narigisini baloni esa 400 ga 10 balon bilan jihozlangan kattasi. Bu motoblogimizni arzonroq variant kerak degan akalar uchun buni arzonroq variantini qilib beramiz. 2,8 million so'mdan qilib beramiz akalar. Buni akalar keyin bitta tomoni moydatchilarni ko'rishingiz mumkin. Motori hammasi moydatchik bilan jihozlangan bo'ladi. Moydatchigi motor moyi suyulib ketganda yoki motor moyi kamayib ketganda avtomatik motor o'zi o'chib qolaveradi. O'shanda moyini almashtirish kerakligini bilasizlar akalar. O'zi sizlarga eslatadi. Hammasi moydatchik bilan jihozlangan. Motorlari aqlli motor bilan jihozlangan akalar. Keyingisini ko'rishingiz mumkin. Everest firmasiga tegishli benzin baklari buniki kattaroq bo'ladi. 5 litrli benzin bak bilan jihozlangan benzin baki. Motorlari 170 F motor bilan jihozlangan. Korobkasi 7 talik, 7 ga 7 korobka. Skorlari oldiga ikkita skor, orqaga zatniga esa bitta skor bilan jihozlangan. Buni moydatchigi bo'lmaydi, lekin buni motor moyini o'zlaring qarab yurib ishlatasizlar. Motor moyini har 100 soatda almashtirib tursalaring, bu ham zo'r ishlayveradi akalar. Buni ham akalar narxini arzon qilib beramiz. Narxini 2,8 million so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Kelishilgan narxlar bo'yicha. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buni balonlari 400 ga katta balon bilan jihozlangan bo'ladi. Baloni katta balondan akalar. Frezasi 4 qatordan 8 qator 30 ta pichoq bilan jihozlangan akalar. Bunisi esa 560 motokultivatorchamiz. Benzin alohida, moy alohida kuyuladigan varianti. Kartli varianti bular. Moy alohida kuyuladi, toza benzinga ishlaydi akalar. Mana benzin bakini ko'rishingiz mumkin. Baykal firmasiga tegishli 9800 modeli bu. Vozdukhlari ham juda ixcham qilib o'rnatilgan. Bemalol chang yerlarda ishlatsalar bo'ladi buni. Yoki parnilarning ichida, teplitsalar ichida ishlatishga juda ham udobli. Ayollar uchun ishlatsa ham bo'ladi bu. Juda ham bezopasniy narsa bu. Keyingisiga keladigan bo'lsak, bunisi 360 motokultivatorchamiz. 360 motokultivatorchamiz kartersiz bo'ladi. Benziniga moy qo'shib ishlatiladi. O't olishi ruchnoy qo'lda. Gazni ko'rishingiz mumkin. Qo'lda gazlari bor. Bu ham parnida yoki yumshoq yerlarda ishlatish uchun mo'ljallangan. Pichoqlari 4 qatorli bo'ladi. 4 qatorli 16 ta pichoq bilan jihozlangan bo'ladi. Keyin buni ishlatib bo'lgandan keyin udobliroq bemalol g'ildirakchasi bor, g'ildirakni olib ketsangiz ham bo'ladi. Endi keyingisi akalar, kattaroq motoblok kerak deganlar uchun 15-60 motobloklarimiz ham bor. Benzin baki 5 talik bo'ladi. 15-60 190 motor bilan jihozlangan. Akkumulyatorlarni ko'rishingiz mumkin. 36 talik akkumulyator bilan jihozlangan. Kalitda o't oladi. O't olishi kalitda akalar. O't olishlari kalitda, ham kalitda, ham ruchnoy zavod bo'ladi bu motoblogimiz. Bu motoblogimizning qo'shimcha xususiyatlari: bunga jatka o'rnatib, beda, sholi, g'o'zapaya, makka bemalol sezonda o'rishingiz mumkin. Bir kunda akalar 2 gektar, 3 gektar jatka o'rnatib agar
beda sholi o'raman yoki makka poya o'raman deganlar uchun bir kunda 2-3 gektargacha makka sholini o'rib bemalol ishlasanglar bo'ladi. Leveni qilsanglar bo'ladi akalar. Bu motoblogimiz baloni 612 katta balon bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, katta balonlar bilan jihozlangan. Pichoqlari 5 qatordan 10 qatorli pichoq bilan jihozlangan. 40 ta pichog'i bo'ladi komplektida. 40 ta. Keyingi motoblogimiz 178 modelli bu. Model salarka motoblogimiz 9 ot kuchli 9 ot kuchli salarka motoblogimiz bo'ladi akalar. Buni ham akkumulyatorli, kalta zavod bo'ladi bular ham. Akkumulyator 36 talik. Kalitlarni ko'rishinglar mumkin. Kalitda zavod bo'ladi. Skorlari oldiga ikkita skor, orqaga zatniga bitta skor bilan jihozlangan. Korobkalariga 2,5 litr moy ketadi, motoriga esa 1 litr moy ketadi akalar. Starterda o'tadi. Paralarni ko'rishinglar mumkin, juda ham chiroyli ishlangan, katta paralar bilan jihozlangan. Kattaroq yeri bor yoki motoblogni olib yer haydab live qilaman, pul ishlayman degan akalar uchun bu variantimizni qilib beramiz. Buni narxini akalar aytmaymiz. Telefon nomerimizni qoldiramiz. Telefon qilganlarga aytamiz. Narxini arzon qilib beramiz akalar. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli motoblogimiz. Bizda undan tashqari yana boshqa motobloglarimiz ham bor. Salarka motoblogimiz 7 ot kuchli motoblogimiz salarkada ishlaydi. 173 motor bilan jihozlangan. Salarka bakini ko'rishinglar mumkin. Salarka baki 3 litrli salarka bak bilan jihozlangan. Soatiga расходi akalar. Salarka расходi soatiga 400 gram. Nagurskada ishlatsang 400 gram расход qiladi. Mana shu salarka bakidagi salarkani o'zi ishlatsanglar 4 soat ketishi mumkin sizlarga. 4 soat yoki 5 soat. Kuchli gazda ishlatsang 4-5 soat ketadi. Agar pastroq gazda ishlatsang 6-7 soatga ham yetadi buning salarkasi. Расход kamroq bo'ladi bunda. O't olishi qo'lda zavod bo'ladi. Keyin qo'shimcha akkumulyator, starterda ham zavod bo'ladi akalar. Starterlik kalitda ham zavod bo'ladi. Kaliti ham bor. Keyingi motoblogimiz 177 benzinli motoblogimiz 9 ot kuchiga ega. Benzin baklari 5 litrli bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin 177 9 ot kuchli motoblogimiz. Bu 5 starter varianti, startersiz faqat qo'lda zavod bo'ladigan turidan. Qo'lda zavod bo'ladigan turidan balonlari 512 balon bilan jihozlangan. Buni narxini buni ham telefon orqali telefon qilsanglar kelishtirib beramiz narxlarini. Keyingi motoblogimiz 188 F motor bilan jihozlangan 13 ot kuchli motoblogimiz bu. Baklari benzin baki 5 litrli, maslinli vozdux bilan jihozlangan 5 starter varianti, arzonroq varianti. Bu ham ruchnoy qo'lda zavod bo'ladi. Motor moylari, motorga moy 1 litr 200 gram motor moy oladi. Korobkasiga esa korobkasi 2,5 litr moy oladi. Motor moylari har 100 soat almashtirib turiladi. Korobka moyi bir ishlatishingizga qarab bir sezonda yoki 6 oyda almashtirsangiz bo'ladi. Keyingi motoblogimiz 192 motor bilan jihozlangan benzinli 18 ot kuchli motoblogimiz. 18 ot kuchli motoblogimiz ham bu ham starter orqali zavod bo'ladi. Akkumulyatorlar 36 talik akkumulyator bilan jihozlangan. Starterlarni ko'rishinglar mumkin. Starter orqali zavod bo'ladi. Ham starter, ham ruchnoy orqali zavod bo'ladi. Balonlari 612 balon bilan jihozlangan. Faralarni ko'rishinglar mumkin. Faralari kechasi yer haydayman, kechki salqinda ishlataman deganlar uchun faralari ham bor. Bu ham oldiga ikkita skor bilan jihozlangan, zatniga bitta skor bilan. Kimga akalar shunaqa sifatli motobloglar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida. O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib beraveramiz akalar. Telefon orqali chiqsang, dastlabki qilib beramiz kelishilgan narxlar bo'yicha. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.